Bolashkamiz 2 oylik bo'ldi. Va shu munosabati bilan biz oilaviy dam olishga Big Villa dachasiga chiqib ketdik. Oilaviy deganda faqat uchalamiz emas, hammani ham erimni oilalarimiz bilan. O'zi ham 12 kishi bo'lib ketdik. Bunaqa ko'pchilik bo'lib chiqishimiz birinchi bor. Va hammamizga aniq joy yetishi uchun katta dacha oldik. Hovlisi juda ham chiroyli. O'rtada katta basseyn, jakuzzisi bilan, besetka, tapchan, letniya kuxnya, proyektor, monitor, LED ekran, kolonka, tennisni stol va sanuzel. Hozir ichkarisini ham ko'rsataman. Kiraverishda shunaqa общий hol, chiroyli oynali katta shkaf. Birinchi spalnyada 3 ta односпалка. Har bir xonada o'zini televizori bor. Ikkinchi spalnyada 2 kishilik kровать va общий sanuzel. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Bu yerda esa katta 7 kishilik xona. Игровой zona ham shodda. PlayStation, Mafia, Monopoly, karta, kerak bo'lsa pledlar va joynamozlar ham bor. Va yana bitta dvospalkali xona. Bu dachaga faqat oilaviy qo'yishadi. Kelganingizda egalari o'zlari kutib olib ochib berishadi. Joylashuvi esa Bo'stonlik tumani, Tovoqsoyda. Bunaqa ko'pchilik bo'lib ham ikkita oilani birlashtirganimiz birinchi bor. Bunaqasi o'zgacha bo'lar ekan. Ko'pchilik bo'lganimiz uchun bolashkam qo'limga tegmadi va men ham mazza qilib dam oldim. Onalarimiz esa galma-gal qo'llarini o'ynatib mazali taomlar ham pishirib berishdi. O'zi yoz keldi, basseyn sezoni boshlandi. Bolashkamiz ham birinchi bor 2 kechani boshqa joyda kechirdi. Bo'tni havosi yoqqanida mazza qilib uxladi.